Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun sizlarga telefonlardagi funksiyani ko'rsatib o'taman. Hamma telefonida bor, lekin nastroykam boshqacha. Shuning uchun o'zinglar bitta topib olaverasizlar. Hop, masalan, mana tizimga kirasizlar. Telefon haqida kirasizlar. Telefon haqida rez raqamiga bitta bosib turasizlar. Va dasturchi sozlamalar chiqadi. Dasturchi sozlamalarga kirib, bu yerdan pastga tushib, tushaverasizlar. Shunda bu yer hajmini 1 megabaytga qo'shib qo'yasizlar. Xotiranglar ko'payadi. Va yana mana shu topolmayotgan bo'lsanglar, qidiruvdan ham topsangiz bo'ladi. Mana topdim. Mana bu yerda bosishlarni ko'rsatish turadi. Mana shu xuddi mana shu turadi. O'shani shunday qilib bosib qo'yasizlar va shunda mana shunaqa qilib, mana masalan bu bilan o'tayotgan bo'lsanglar, shunaqa bosishlar ko'rsatiladi. Hamma narsada bosib ko'rsataveradi. Xayr, salomat bo'ling. Videoga like bosib qo'ying. Obuna bo'ling kanalimga va yaqinlaringizga jo'natib qo'ying. Kommentlarda izohingizni qoldiring.